Texnikum bitiruvchilari oliy ta'limga imtihonsiz qabul qilinadi. Siz Avlod Media YouTube kanaldasiz va bugun siz bilan texnikumlarga imtihonsiz qabul haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Agar siz texnikumni muvaffaqiyatli tamomlagan bo'lsangiz, endi ayrim oliy ta'lim muassasalariga imtihonsiz, faqat suhbat orqali o'qishga kirishingiz mumkin. Eng muhimi, o'qishni birinchi kursdan emas, balki ikkinchi kursdan boshlaysiz. Lekin buning uchun texnikumda olgan mutaxassisligingiz universitetdagi bakalavr yo'nalishiga mos bo'lishi shart. Ya'ni siz biologiyada yokida iqtisodiyot yo'nalishida texnikumni tugatgan bo'lsangiz, universitetda ingliz tili yo'nalishiga o'qishga kira olmaysiz. Kimlar hujjat topshira oladi? E'tibor bering, faqat texnikumni muvaffaqiyatli bitirgan o'quvchilar bu imkoniyatdan foydalana oladi. Buning uchun o'qish davomida barcha fanlardan faqat 4 va 5 baholar bo'lishi kerak. Shuningdek, umumiy yo'nalishlarda baholarning kamida 50% 5 bo'lishi, tibbiyot yo'nalishlarida esa 85% 5 bo'lishi talab etiladi. Hujjatlar 25-iyulgacha onlayn qabul qilinadi. Arizalar My.edu.uz sayti orqali topshiriladi. Yana bir qulaylik shundaki, diplomni yuklashingiz shart emas. Shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritsangiz, qolgan ma'lumotlarni tizim avtomatik ravishda bazadan oladi. Qabul qanday bo'ladi? Test topshirilmaydi, faqat suhbatdan o'tasiz. Suhbatda 67 ball yoki undan yuqori natija olganlar universitetning ikkinchi kursiga to'lov-kontrakt asosida qabul qilinadi. Bu tartib hamma oliygohlarga amal qiladimi? Yo'q, ushbu tartib barcha oliy ta'lim muassasalariga xos emas. Qoidalar Oliy harbiy va harbiylashtirilgan o'quv yurtlari, Toshkent davlat yuridik universiteti, O'zbekistondagi xorijiy va nodavlat oliygohlar hamda ularning filiallari uchun amal qilmaydi. Texnikum bitiruvchilari o'z sohalari bo'yicha universitetning ikkinchi kursida o'qishni davom ettirishlari mumkin bo'lgan bakalavriat ta'lim yo'nalishlari ro'yxati bilan batafsil Avlod Media Telegram kanalida tanishishingiz mumkin. Telegram kanal havolasini esa opisiyaniyada topasiz. Videosiga foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga ham ulashib, bizga obuna bo'lishni unutmang.